Xo'sh, bugungi videomiz agarda deb nomlanadi. Ya'ni birorta personaj o'lishidan oldin boshqa birorta ish qilganda nima bo'lardi? Xo'sh, bugungi videomiz qahramoni bu Uchiha Itachi. Itachi o'lishidan oldin boqiy Mangyoku Sharinganga egalik qilib va Senju tanasini o'z tanasiga ko'chirib, Reninganni uyg'otganda nima bo'lar edi degan mavzuda gaplashamiz. Bilamizki, Uchiha Itachi o'z qishlog'i uchun, o'z ukasi uchun o'z jonini qurbon qiladi. Agar Itachi o'sha ishlarni qilmay, faqatgina kuchayishga harakat qilganda nima bo'lar edi? Uning kuchayish uchun bo'lgan birinchi qadami bu o'zining Mangyoku Sharinganni boqiy Mangyoku Sharinganga o'zgartirish kerak bo'lar edi. Bilamiz, Itachi o'z ukasini qurbon qilishni xohlamasdi. Lekin shuni bilamizki, Itachining otasi Fugaku Uchihada ham Mangyoku Sharingani bo'lgan. Itachi o'z klanini qirib tashlayotgan vaqtda o'z otasidan Mangyoku Sharinganni olib qo'yganda, Itachida boqiy Mangyoku Sharingan paydo bo'lardi va Itachini ko'rish bilan bog'liq hech qanday muammosi bo'lmagan bo'lar edi. Xo'sh, kuchayish uchun ikkinchi missiya qanday bo'lgan bo'lar edi? Bilamizki, Madara ham Reninganni uyg'otish uchun Hashirama hujayralarini o'z tanasiga o'tkazgan edi. Va Itachi ham Reninganni uyg'otish uchun birorta Senju hujayrasini o'z tanasiga o'tkazish kerak bo'ladi. Aynan o'sha vaqtlarda yagona mashhur Senju bu 106 edi. Ya'ni Tsunade demoqchiman. Va yodingizdan chiqarmang, Itachini Sasuke emas, kasallik o'ldirgan. Shuning uchun agar u Tsunadening tana hujayralarini o'ziga o'tkazganda, balki katta ehtimollar bilan u kasallikni yengib o'tgan bo'lar edi. Shuning uchun Tsunadening tana hujayralarini o'tkazish Itachi uchun eng ma'qul yo'l bo'ladi. Va Tsunade ham kuchsiz shinobi emas, Kage darajasiga ko'tarilgan odamlardan biri. Shuning uchun ikkinchi missiya bu Tsunadening tana hujayralarini o'ziga o'tkazish. O'shanda agar bir-biri bilan jang bo'lganda, Tsunadeni Itachiga qarshi hech qanday yutish ehtimoli yo'q bo'ladi. 0 ga teng. Xo'sh, endi Itachida xuddi Madaraniki kabi Reningan uyg'ondi. Endi u Reninganda bor qobiliyatlarni ishlata oladi. Ya'ni o'ziga tortish, itarish va ruhlarni so'rib olish, Gedo haykalini chaqirish, shunga o'xshash narsalarni qila oladi. Agar Gedo haykaliga hamma dumli hayvonlarni yig'moqchi bo'lsa, Itachi Obito va Akatsukiga qaraganda ancha tezroq dumli hayvonlarni yiqqan bo'lar edi. Chunki Itachi ancha kuchli strateg va ko'p janglarda yutqizmagan va har bir jangida raqiblarni xo'rlab yutgan, agar qo'pol qilib aytadigan bo'lsak. Bunga misollar: Itachi Kurenaiga qarshi. Bu sahnada Kurenai hayotdagi eng katta xatoni qilib qo'yadi. Ya'ni Itachiga genjutsu qo'llaydi. Ammo genjutsusi o'ziga qarshi ishlaydi va keyinchalik Itachi uni bitta gap bilan joyiga o'tirg'izib qo'yadi. Va yana Itachi Deidaraga qarshi. Bu sahnada Deidara Itachini yengish uchun o'z san'ati yetarli deb o'ylagan edi. Lekin buning o'rniga u o'zini portlatib yuborishga sal qoldi. Va mening o'ylashim bo'yicha o'shanda Deidaraga ma'budday bo'lib ko'ringan inson bu Itachi edi. Va yana 3 ta saninlardan biri bo'lgan Orochimaruga qarshi Itachi. O'sha vaqtlarda Orochimaruga boqiy hayotga erishish uchun Uchiha tanasi kerak edi va Itachini tanasini egallamoqchi bo'lgan edi. Va mening hayron qoladigan joyim, Itachiga qarshi Orochimaru degan ilonlar bilan qarshi chiqmoqchi bo'lgan edi. Va o'sha sahnada Itachi Orochimaruga uning barcha kuchlari Itachining Sharingan oldida kuchsiz ekanligini tushuntirib qo'ya olgan edi. Uchala jangda ham Itachi o'z raqiblarini xo'rlagan desak to'g'ri bo'ladi. Mavzudan chetga chiqmaymiz. Itachi Reninganga ega bo'ldi. Gedo haykalini chaqirdi. Dumli hayvonlarni yig'ib
10 dumlini yana qayta paydo qildi. Ya'ni ishqib 10 dumlini chaqirib, keyin 10 dumlining jinchurikisiga aylandi. Itachida boqiy mangoku ushalingandan keyin Renenga uyg'ondi va Itachi o'z klanini qirib yuborganda Yato qalqoni Totsuka qilichiga ega bo'lgan. Itachi yetmaganiga genjutsu bo'yicha eng kuchli Uchihalardan biri. Genjutsuni qo'llovchi eng kuchli shinobiylardan biri. Genjutsuda Itachiga teng keladigan payshi birorta ham personaj yo'q. Madara, Obito, Sasuke va shunga o'xshash personajlarning fanatlari mendan xafa bo'lmanglar-u, lekin Itachi 10 dumlining jinchurikisi bo'lsa, aniq ulardan kuchli bo'lib ketadi. Bu Itachi qilmoqchi bo'lganda aniq qo'ldan keladigan narsalar edi. O'z nomi bilan videomiz agarda deb nomlangan. Agarda shunday bo'lganda Itachining qo'lidan bu narsalar aniq kelgan bo'lar edi. Xo'sh, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Like va podpiskani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarimiz qaysi personaj haqida bo'lsin? Kommentariyalarda yozib qoldiring.